Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Har bir pensionerga 1.500 ming so'm pul berilishi haqidagi gaplar nimani anglatadi? Kimlar bu pulni olishi mumkin? Kimlar shoshilmasligi kerak va eng asosiysi pensioner yoki uning farzandlari hozirroq nima qilishi kerak? Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting, chunki bitta noto'g'ri qadam. Bitta hujjat yetishmasligi yoki firibgarlarga ishonish sababli odam o'ziga tegishli yordamdan bexabar qolishi yoki aldab qo'yilishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odamlarga davlat to'lovlari, pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordamlar bo'yicha tushunarli tilda amaliy ma'lumot berib boraman. Avvalo eng muhim narsani aniq qilib olaylik. Pensionerlarga 1.500 ming so'm berilishi haqida gap ketganda, odamlar ko'pincha buni avtomatik tarzda hamma pensionerning kartasiga ertaga tushadigan pul deb tushunib qoladi. Aslida bunday masalalarda har doim 3 ta narsani tekshirish kerak. Birinchisi, bu to'lov respublika bo'yicha umumiy to'lovmi yoki faqat ayrim toifalar uchunmi? Ikkinchisi, pul bir martalik yordammi yoki doimiy qo'shimcha to'lovmi? Uchinchisi, uni olish uchun ariza berish kerakmi yoki avtomatik hisoblanadimi? Oldin qanday edi? Avvallari ko'plab ijtimoiy yordamlar aniq bir toifaga bog'langan bo'lardi. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchilar alohida, nogironligi bo'lgan shaxslar alohida, o'quvchisini yo'qotganlar alohida tartibda ko'rilardi. Ba'zi yordamlar mahalla orqali, ba'zilari pensiya jamg'armasi orqali, ayrimlari esa hokimlik yoki inson ijtimoiy xizmatlar markazlari orqali rasmiylashtirilardi. Shu sababli odamlar ko'pincha qayerga borishni bilmay sarson bo'lardi. Hozir nima o'zgardi? Hozirgi tartiblarda ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Ya'ni odamning pensiya olishi, yashash manzili, nogironlik holati, oilaviy tarkibi, bank kartasi, ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi kabi ma'lumotlar tegishli bazalarda ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni. Lekin shu bilan birga, agar bazada xatolik bo'lsa, masalan, manzil eski bo'lsa, karta yopilgan bo'lsa, familiya yoki pasport ma'lumotida tafovut bo'lsa, pul kechikishi yoki umuman chiqmay qolishi mumkin. Men ekspert sifatida odamlarga doim bitta narsani aytaman. Pul beriladi degan xabarni eshitgan zahoti vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Eng to'g'ri yo'l o'zingizning toifangizni aniqlash, hujjatlaringizni tartibga keltirish va rasmiy manbadan tekshirish. Endi 1.500 ming so'm masalasini oddiy tilda tahlil qilamiz. Bunday to'lovlar odatda 3 xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchi ko'rinish barcha pensionerlarga bir martalik moddiy yordam. Bunda davlat yoki mahalliy hokimlik qarori bilan aniq sana belgilanadi va pul avtomatik yoki ro'yxat asosida beriladi. Ikkinchi ko'rinish ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlarga yordam. Bu holatda hamma pensioner emas, balki kam ta'minlangan, yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj yoki nogironligi bo'lgan pensionerlar tanlab olinadi. Uchinchi ko'rinish bayram, mavsumiy yordam yoki mahalliy dastur doirasidagi to'lov. Masalan, Ramazon hayiti, mustaqillik bayrami, qish mavsumiga tayyorgarlik, oziq-ovqat yoki dori-darmon xarajatlarini qoplash kabi maqsadlar bo'lishi mumkin. Kimlar alohida e'tibor berishi kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar. Masalan, 72 yoshli ona bir o'zi yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. Pensiyasi 1.100 ming so'm atrofida, kommunal to'lovlari, dori-darmon va oziq-ovqatdan keyin qo'lida deyarli pul qolmaydi. Bunday holatda u ijtimoiy yordam ro'yxatida bo'lishi mumkin. Lekin agar u mahallaga borib holatini bildirmagan bo'lsa yoki uning yashash manzili hujjatda boshqa joyda turgan bo'lsa, masala cho'zilishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Masalan, 28 yoshli ota ikkinchi guruh nogironligi bilan pensiya oladi. Uning doimiy dori xarajatlari bor. Oyiga kamida 300 ming yoki 500 ming so'm doriga ketadi. Agar 1.500 ming so'mlik yordam aynan tibbiy ehtiyoj yoki ijtimoiy himoya doirasida berilayotgan bo'lsa, bunday insonlar birinchi navbatda tekshirilishi kerak. Lekin bu yerda ham nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, pensiya hujjatlari va bank kartasi ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi shart. Uchinchi toifa pensiyasi juda past bo'lganlar. Misol uchun, bir pensioner 900 ming so'm pensiya oladi, turmush o'rtog'i vafot etgan, uyda boshqa daromad yo'q. Ikkinchi pensioner esa 2800 ming so'm pensiya oladi. Farzandlari bilan birga yashaydi. Qo'shimcha ijaradan daromadi bor. Agar yordam ehtiyojga qarab berilsa,
birinchi odamning imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, hamma pensioner bir xil vaziyatda emas. Davlat yordamlarida ko'pincha ehtiyoj mezoni hisobga olinadi. 4-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar oilasi. Ba'zan odamlar men pensionerman, menga ham berilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin to'lov qarorida yoshga doir pensioner, nogironlik pensioneri yoki o'quvchisini yo'qotgan oila deb alohida yozilishi mumkin. Masalan, ona 2 nafar farzandi bilan o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan bo'lsa, u ham ijtimoiy yordamga muhtoj toifa sifatida ko'rilishi mumkin. Lekin bu umumiy pensiya to'lovidan farq qiladi. Kimlar shoshilmasligi kerak? Agar pensionerning pensiyasi muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlari joyida bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa va u ijtimoiy himoyaga muhtoj toifada bo'lmasa, u birinchi kunning o'zida yugurib idoralarga borishi shart emas. Chunki ko'p hollarda ro'yxatlar avtomatik shakllanadi. Ammo tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Ayniqsa, hamma oladi degan gapni eshitib, begona odamga karta raqami, SMS kodi, pasporti yoki plastik karta PIN kodini berish mutlaqo mumkin emas. Keling, oddiy hayotiy misol qilaman. Toshkent viloyatida yashovchi 7 yoshli pensionerga qo'shnisi 1500 million so'm chiqyapti. Ariza topshirmasang qolib ketasan deydi. U mahallaga boradi. Mahallada unga aytishadiki, uning nomi ro'yxatda bor, lekin bank kartasi muddati tugagan. U bankka borib kartasini yangilaydi va keyin to'lov muammosi tushadi. Bu to'g'ri yo'l. Ikkinchi misol. Buxorodagi pensionerga telefon qilib, sizga 1.500.000 so'm tushiramiz. SMS kodini ayting deyishadi. U kodni aytadi va kartasidagi mavjud pensiya puli ham yechib olinadi. Mana bu eng xavfli holat. Davlat idorasi. Bank yoki mahalla xodimi hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki bu firibgarlik. Uchinchi misol. Qashqadaryodagi pensioner bir o'zi yashaydi. Lekin ro'yxatda farzandining uyida propiskada turadi. Elektron bazada u yolg'iz emas deb ko'rinishi mumkin. Bunday holatda u haqiqiy yashash joyi, mahalla dalolatnomasi, qo'shnilar tasdig'i va zarur bo'lsa, ijtimoiy xodim ko'rigidan o'tishi kerak bo'ladi. Ya'ni pulni olish masalasi faqat pensionerman degan so'z bilan emas, hujjat va bazadagi ma'lumot bilan hal bo'ladi. Endi istisnolar. Yashirin jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik nuqtalarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala har bir pensioner degan ibora. Odamlar bu iborani eshitganda barcha yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar va hatto ishlayotgan pensionerlar ham kiritiladi deb o'ylaydi. Lekin rasmiy hujjatda har bir pensioner degan jumla qanday yozilganiga qarash kerak. Ba'zan u faqat ma'lum hududdagi pensionerlarga tegishli bo'ladi. Masalan, bitta tuman hokimligi o'z hududidagi ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalarga yordam ajratishi mumkin. Bu respublika bo'yicha hamma pensioner degani emas. Ikkinchi nozik masala, ishlayotgan pensionerlar agar pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, u pensiya oladi, lekin ayrim yordam dasturlarida uning ish haqi ham daromad sifatida hisobga olinishi mumkin. Masalan, oltin 5 yoshli ota pensiya oladi va qo'shimcha ravishda qorovul bo'lib ishlaydi. Agar yordam kam ta'minlanganlik asosida berilsa, uning umumiy daromadi ko'riladi. Bu ishlayotgan pensioner hech narsa olmaydi degani emas. Lekin tekshiruvda inobatga olinishi mumkin. Uchinchi nozik masala bir xonadonda bir nechta pensioner yashashi. Masalan, xotin ikkalasi ham pensioner. Agar to'lov haqiqatan ham har bir pensionerga belgilangan bo'lsa, har ikkalasiga alohida tushish kerak. Lekin agar yordam xonadonning ehtiyojiga qarab berilsa, bitta oilaga bitta yordam ajratilishi mumkin. Mana shu farqni tushunish juda muhim. Bir holatda pul shaxsga beriladi. Ikkinchi holatda esa oilaga yoki xonadonga beriladi. To'rtinchi masala bank kartasi. Ko'p pensionerlar pensiyani Humo yoki Uzcard kartasi orqali oladi. Ayrimlar esa naqd shaklda pochta orqali oladi. Agar yordam avtomatik o'tkaziladigan bo'lsa, karta faol bo'lishi kerak. Karta muddati tugagan bo'lsa, bloklangan bo'lsa, bankdagi ism, familiya, pasportdagi ma'lumotga mos kelmasa, pul qaytib ketishi yoki ushlanib qolishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga yoki ularning farzandlariga aytaman. Birinchi navbatda kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Beshinchi masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi odamlar agar menga 1.500.000 so'm tushsa, kreditim bor, darrov yechib olishadimi deb so'raydi. Bu holat to'lov turiga bog'liq.
Ayrim ijtimoiy to'lovlar maqsadli yordam sifatida himoyalangan bo'lishi mumkin. Ayrim bank hisoblarida esa avtomatik yechimlar bo'lishi ehtimoli bor. Agar sizda kredit, aliment, sud qarori yoki ijro hujjati bo'lsa, bankdan oldindan maslahat oling. Men bu yerda hammani qo'rqitmoqchi emasman. Lekin odam o'z moliyaviy holatini bilib turishi kerak. 6-masala hujjatdagi xatolar. Juda oddiy xato ham to'lovni kechiktiradi. Masalan, pasport yangilangan, lekin pensiya bo'limidagi ma'lumot eski yoki ayolning familiyasi turmushdan keyin o'zgargan, lekin bank kartasida eski familiya turibdi. Yoki yashash manzili boshqa, amalda boshqa joyda yashaydi. Bunday holatlarda menga bermayapti deb janjal qilishdan oldin ma'lumotlarni solishtirib chiqish kerak. 7-masala firibgarlar. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlarga 1.500.000 so'm ro'yxatdan o'tish uchun havolaga kiring degan yolg'on xabarlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Noma'lum havolaga kirmang, karta raqamingizni. Amal qilish muddatini, CVV kodni, SMS tasdiqlash kodini hech kimga bermang. Rasmiy to'lovlar uchun odatda SMS kod aytish talab qilinmaydi. Agar sizdan kod so'ralayotgan bo'lsa, sizning pulingizni o'g'irlashmoqchi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hozirroq nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam o'zingizning holatingizni aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi, nogironlik pensiyasi olasizmi? Boquvchisini yo'qotganlik to'lovi olasizmi yoki ijtimoiy nafaqamisiz? Bu juda muhim, chunki har bir to'lovning tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Agar siz farzand bo'lsangiz va ota-onangiz uchun surishtirayotgan bo'lsangiz, ularning pensiya turi va pensiya oladigan usulini aniqlab oling. Ikkinchi qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Eng to'g'ri yo'l mahalla fuqarolar yig'ini pensiya jamg'armasi bo'limi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumot olish. Telefon orqali kimdir sizga men davlatdanman desa, ishonib ketmang. Siz o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki o'zingiz idoraga boring. Farqi juda katta. Siz qo'ng'iroq qilsangiz, nazorat sizda bo'ladi. Begona odam qo'ng'iroq qilsa, u sizni boshqarishga urinadi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot va bank kartasi rekvizitlari, yashash manzilingizni tasdiqlovchi hujjat. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlik haqidagi ma'lumot. Agar yolg'iz yashasangiz, mahalla dalolatnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hamma joyda ham bu hujjatlarning barchasi talab qilinmaydi. Lekin tayyor tursa, siz vaqt yutmaysiz. 4-qadam, bank kartasini tekshiring. Karta ishlayaptimi? Muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Bankdagi telefon raqamingiz o'zingizniki yoki yo'qmi? Ko'p pensionerlarning kartasi farzandi. Nabirasi yoki boshqa odam telefon raqamiga ulangan bo'ladi. Bu ba'zan qulay, lekin xavfli ham. Agar karta sizniki bo'lsa, nazorat ham sizda bo'lishi kerak. 5-qadam, ariza kerak yoki kerak emasligini aniqlang. Ba'zi yordamlar avtomatik beriladi. Ba'zilar uchun ariza yozish kerak. Agar ariza kerak bo'lsa, unda odatda quyidagilar yoziladi. Kimga murojaat qilinyapti? Arizachining yashash manzili, pasport ma'lumotlari. Pensiya turi, moddiy yordam so'rash sababi va aloqa raqami. Masalan, men yoshga doir pensiya olaman, yolg'iz yashayman, doimiy dori-darmon xarajatlarim bor, moddiy yordam ajratishingizni so'rayman degan mazmunda yoziladi. Arizani topshirganda kirim raqamini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgini oling. 6-qadam, muddatlarni kuzating. Agar sizga ro'yxat shakllanyapti deyishsa, qachongacha shakllanishini so'rang. To'lov qachon bo'ladi deb so'rang. Agar ismim ro'yxatda chiqmasa, qayta ko'rib chiqish mumkinmi deb so'rang. Oddiy savollar odamni sarson bo'lishdan saqlaydi. Men ko'p ko'rganman, odam ariza beradi, lekin keyin natijasini so'ramaydi. Oradan vaqt o'tadi, hujjat yetishmagan bo'ladi, lekin odam bundan bexabar qoladi. 7-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini yozma yoki aniq og'zaki tushuntirishni so'rang. Masalan, daromadingiz mezondan yuqori. Ro'yxatda yo'qsiz, hujjat yetishmaydi. Manzil mos emas kabi sabablar bo'lishi mumkin. Sababni bilmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmaydi. Agar manzil mos bo'lmasa, manzilni to'g'rilaysiz. Agar karta muammo bo'lsa, bankka borasiz. Agar hujjat yetishmasa, hujjat olib kelasiz. 8-qadam, keksalar nomidan ish ko'rayotgan farzandlar ehtiyot bo'lsin. Ota-onangizning hujjatini olib yurayotgan bo'lsangiz, ularning roziligisiz hech qanday shubhali joyga ma'lumot kiritmang.
Agar onangiz yoki otangiz telefondan yaxshi foydalanmasa, ularning telefoniga kelgan SMS kodlarini hech kimga aytmaslikni tushuntiring. Hatto men mahalladanman, men bankdanman, men pensiya bo'limidanman desam kod aytish mumkin emas. Yana bir amaliy maslahat, agar pensionerning ahvoli og'ir bo'lsa, o'zi idoraga bora olmasa, mahalla yoki ijtimoiy xodim orqali uyiga kelib o'rganish o'tkazilishini so'rash mumkin. Buning uchun farzandi yoki qo'shnisi murojaat qilishi mumkin. Ayniqsa yotib qolgan, nogironligi bor, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan yoki eshitishi qiyin pensionerlar uchun bu juda muhim. Davlat yordamidan foydalanish uchun odam albatta navbatda soatlab turishi kerak degan qoida yo'q. Ayrim holatlarda ijtimoiy xizmat uyga borib ham vaziyatni o'rganishi mumkin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. 1500 so'm yaxshi yordam, lekin uni olish uchun odam o'z huquqini bilishi kerak. Odamlar ko'pincha men bilmayman, mening ishim tushmaydi, baribir bermaydi deb qo'l siltaydi. Natijada haqiqatan yordamga muhtoj pensioner chetda qolib ketadi. Agar sizning mahallangizda yolg'iz qolgan ota yoki ona bo'lsa, ularga bu ma'lumotni yetkazing. Ba'zan bir qo'shnining aytgan gapi bir keksa insonning bir oylik dori darmonini hal qilib beradi. Shu bilan birga men noto'g'ri kutish hosil qilmaslik tarafdoriman. Agar rasmiy tartibda sizning to'yfangiz kiritilmagan bo'lsa, faqat hamma olyapti ekan degan gap bilan pul talab qilib bo'lmaydi. Har bir to'lovning manbasi, qarori, ro'yxati va mezoni bo'ladi. Bizning vazifamiz hissiyot bilan emas, hujjat bilan ishlash. Shunda odam o'z haqini tinch, qonuniy va to'g'ri yo'l bilan oladi. Demak, bugungi asosiy xulosa shuki, 1500 so'm haqidagi xabarni eshitgan pensionerlar va ularning yaqinlari avvalo rasmiy manbadan tekshirishi, hujjatlarni tartibga keltirishi, bank kartasini ko'rib chiqishi va kerak bo'lsa mahalla pensiya jamg'armasi yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilishi kerak. Eng muhimi, hech kimga SMS kod, karta pin kodi va maxfiy ma'lumotlarni bermang. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning hududingizda bu yordam haqida nima deyishyapti? Mahalla yoki pensiya bo'limidan qanday javob oldingiz? Boshqa odamlar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimnidir firibgarlardan, kimnidir esa o'ziga tegishli yordamdan bexabar qolishdan asrab qoladi.